Biz hozir Qo'qon mintaqaviy temir yo'l o'ziliga qarashli Qo'qon-Qaqir bekatlar oralig'ining 199-kilometrida turibmiz. 2026-yilning 31-mart kuni soat 18:15 larda Farg'ona viloyati transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi navbatchilik qismiga aynan mazkur hududda, ya'ni temir yo'l izlaridan 2 metr masofada voyaga yetmagan fuqaro bosh qismidan tan jarohatlari olib yotganligi to'g'risida xabar kelib tushgan. Tergovga qadar tekshiruv davomida aniqlangan holatga ko'ra, shu kuni Uchko'prik tumani Qorako'l mahalla fuqarolar yig'ini Cho'lpon qishlog'ida yashovchi 2010-yilda tug'ilgan o'smir temir yo'l izlari yaqinida bosh qismi jarohati bilan hushsiz holda topilgan. U zudlik bilan Uchko'prik tumani shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga yetkazilgan. Keyinroq davolanishni davom ettirish uchun Bag'dod tumani shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga o'tkazilgan. Olib borilgan surishtiruv davomida shu kuni soat 17:50 larda yuk poyezdi Qaqir Qo'qon bekatlari oralig'ida harakatlangani ma'lum bo'ldi. Poyezd mashinisti mazkur hududda bir nafar qiz va 2 nafar bolalar temir yo'lning ikki tarafida qo'y boqib yurganini ko'rganligini, yo'l egri bo'lib ketganligi sababli tarkibning oxiriga qadar ko'rib bo'lmasligini, poyezdning oldi qismi bilan ushbu bolalarni urib yubormaganligini bildirgan. Biroq dastlabki taxminlarga ko'ra 16 yoshli o'smir poyezd tarkibining oxirgi vagonlariga urilib ketgan bo'lishi mumkin. Aniq holat sud tibbiy ekspertiza xulosasidan so'ng oydinlashadi. Ko'rilgan tibbiy yordamlarga qaramasdan o'smir 4-aprel kuni shifoxonada vafot etgan. Bu kabi holatlarni oldini olish maqsadida mas'ul idoralar ishtirokida kengaytirilgan yig'ilish va profilaktik uchrashuv tashkillandi. Tadbir marhum tahsil olgan ta'lim muassasasida o'tkazilib, unda Farg'ona viloyati transport prokurori, transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi, Qo'qon mintaqaviy temir yo'l o'zeli rahbariyati va mas'ul xodimlari, shuningdek pedagoglar, ota-onalar, yoshlar hamda keng jamoatchilik ishtirok etdi. Yig'ilishda temir yo'l hududlariga yaqinlashganda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, bolalar nazoratini kuchaytirish kabi qator masalalar muhokama qilindi. Yoshlarga temir yo'l bilan bog'liq bo'lgan bahs hodisalarni oldini olish, temir yo'l yaqinida chorva hayvonlarni boqmaslik, poyezd vagonlar oynasiga tosh otmaslik, temir yo'l belgilanmagan joyidan kesib o'tmaslik hamda stansiya hududida turgan poyezd tepasiga chiqmaslik to'g'risida yoshlarga tushunchalar berildi. Yig'ilishda ko'rilgan masalalar bo'yicha hamkorlikni yanada kuchaytirish yuzasidan aniq vazifalar belgilab olindi.